Nişlerin tanışlandın mı şu? Dostlar. Dostlar, mine işke kelgende qarın bir yol şatında bir svetofor yana, ya süne, birisi yana, birisi süne. Yolda sana birisi de bit Gali deyip durmay. Bütün kişi bilen, maşinalar bilen şol svetoforga tikelip qarab basıp turasın, qaşan retlep işlep keter miken deyip. Şuna göre de maşinalar da qoya barırga bilmiş azaplana. Kişiler de yolunu çıgalmış intige. Tik svetofor bir utun sündürüp, yandırıp tik basıp tura. Şul svetoforga qarı, ana ko'rasizmi? Mening ko'zimda alla narsa işley boshladi. Alla narsa işley boshladi. Yar do'stlar, men ko'zimni tinchlantirayım. Foydali gimnastik yasab olayım. Men bir Gali, men hiç bilmaymiz bilamiz. Men hatta hayvanlar, o'simliklar bilangina to'g'ri, o'zimning ko'zim bilan da chilashaman. Oldin tinchlandim. Qara, siz svetofor turida video qarab olasiz. Men ko'zimni radga keltirayman. Tinchlandim. Qara. Svetofor fonarga o'xshagan. Ул turli tusdagi o'tlari yordamida jayovlilarga ham transport yurituvchilarga xabar berib tura. Ularga bir-birsini qamashawlamasqa bo'lisha, yo'l harakatlaridan saqlay. Svetoforning turlari bek ko'p. Transport yurituvchilar ham jayovlilar uchun ayrim svetoforlar qo'llaniladi. Transport svetoforining o'tlari 3, jayovlilar svetoforniki 2. Әлі тағын велосипедчылар, темір yo'l ham yilg'a transport uchun maxsus svetoforlar bo'la. Svetoforning tuslari narsani anglatasiz. Qizil tus to'xtab tur. Sari esa qizg'ilt sari tus e'tiborli bo'l. Yashil tus yo'l orqali shigarga yoriydiganini bildiradi. Birinchi svetofor 1868-yilning 10-dekabrida Londonda borliqqa keladi. Ул Britaniya parlamenti binosi qarshina qo'yila. Оны ingliz injeneri John Pick Knight o'ylab topa. Bunday svetofor bilan maxsus kishi idora etadi. Ул qoyishlarni tortib, svetoforning o'qlarini tushira ham ko'tara turgan bo'la. Tunlarin o'qlarni aylanib yuriy turgan gaz fonari olishtira. Ул harakatni to'xtatish uchun qizil, ruxsat etish uchun yashil tusni qabuza. 1914-yilda Amerikada yangi elektr svetoforlari o'ylab topildi. Bari tek qizil ham yashil tusi bo'lgan bu joylanmalar bilan politsiya xizmatkorlari idora etadi. Amina 10 yildan Garrett Morgan birinchi avtomatlashtirilgan 3 tusli svetofor o'ylab topa. O'z joylanmasi turida so'ylaganda, u svetoforning yo'ldagi barliq kishilarni tegizli olib turida aytadi. Shundan da svetoforning qizil tusi boylarni da, o'rta hallilarni da, yorlilarni da to'xtarga majbur etadi. Do'stim, sen de yo'l orqali chiqqanda sog' bo'l. Svetoforda yashil o't qabinganini kut. Onlari sol ham o'ng yog'ingga qara. Hozir endi yo'l orqali chiqsang da bo'la. Olda tinchlandı. Nahar sizni yaxshiroq ko'rish uchun ko'zligimda kelsam bo'la. Do'stlar, bilasiz kelsa, meni tutunib o'tirsiz. Bek jiddiy ma'lumot aytam hozir. Har kishi zo'r shaharda yashovchi kishi turida so'z bora. O'zining turmushining 6 oyin svetoforning yashil tusini kutib o'tkarar ekan. O'ylab qarag'iz. Yashil tus kutib 6 oy o'tadi kishining turmushida. Ay. Jayovlisi de shulay yo'q, mashina yirtuvchisi de. Mana shu mashina tig'ilishlarini ashib qana o'tar edim. Nechik jırlılar hele? Uçar kanatlarım bulsa, durmasaydım bir minut.